Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlarimiz. Bugun 26 aprel 2025-yil. 3 xonali polnoценный kvartira 77-seriya deydi. Hamma joyda pollari taxtali ekan, o'shancha g'ijir-g'ijir qilyapti. Unchalik e'tibor qilmaymiz. Hop, podyezddan boshlaymiz mana. Ikkita xonadon mavjud. 3-qavatda joylashgan. O'rtalikda serejina deydi. Mana shu prixoshkamiz va prixoshkamizni o'ng tomoniga shkafcha qilganlar. Hamma narsa taxtali ekan. Eshik, derazalar hamda pollar. Bir paytlar juda moda edi. Chap tomondan boshlaymiz. Birinchi xonamiz o'g'il bolalarga yoki qiz bolalarga yotoqxona qilib beramiz. Xo'p, remont talab. Mana shu turishdan ham kirib, sekinlik bilan yashab, qism-qism remont qilib yashasak bo'ladi. Xo'p, 77-seriya dedim. Pishig'ichdan qilingan 5 qavatlik binolar mikrorayonda joylashgan, yo'l bo'yiga o'rtada 3 xonali kvartiramiz bo'ladi. Va yonida sanuzellar joylashgan 77-seriyada alohida bo'ladi. Mana hojatxonamiz hamda yuvinish xonamiz. Fortichkasidan bilib bo'lamiz har doimgidek. Xo'p, yonida yana bitta xona bor. Buni yana bitta yotoqxona qilib olamiz. Balkonchasi mavjud. Katta ko'chani bo'yiga mikrorayon bo'ladi. Mo'ljal sanoat qurilish banki yoki qarama qarshisida bozorchasi joylashgan. Va 3-xonamiz mehmonxona qilib ishlatamiz. Konditsioneri ham bor ekan, bu ham ishlar ekan. Xo'sh, davom ettiramiz. Oshxonamiz. Mana shu oshxonani ko'pchilik balkonga chiqarib qo'yib, buni yana bitta xona qilib ishlatyaptilar. 4 xonalik bo'ladi. Agar o'g'il qizlar bolalaringiz bo'lsa, alohida qilib yotoqxona sharoit qilib bersangiz bo'lar ekan. Xo'p, 6 metrlik balkonimiz bor 77-seriyada. Xo'p, mana bular tapchan qilib xon taxtani qo'yib, shu yerga ovqatlanish zonasini qilganlar. Va tagini unumli foydalanib, bankalarni qo'yadigan joy qilgan ekanlar va kladovkachasi bo'ladi. Kladovkachaga mana bular ham pishiriq qilish yerga chiqargan ekanlar, chunki mana bu eshikni yopib qo'ysa agar isi xonalarga tarqalmaydi. Devorni ko'rib o'tamiz. Mana devorimiz ham yaxshigina, daraxtlar ko'p ekan, tinchgina joy. Pastda bolalar o'ynab yuribdi. Ana shunaqa variantimiz sotuvga chiqdi. Samarqand shahar mikrorayon hududi bo'ladi. Yo'l bo'yiga joylashgan 77-seriya domimiz 3-qavatda 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. O'rtada joylashgan. Polnoценный 3 xonali bo'ladi, skvoznoy planirovka. Xo'p, umumiy maydoni 70 dan ziyod bo'ladi. Balkon 70 ga kirmaydi. Buni narxini $56.500 deyaptilar, savdosi bor ekan. Qiziqqanlar zudlik bilan aloqa chiqamiz.